Assalamu alaikum, урматтуу Suzak News kanalının көрүүчүлөрү. Ушул жерде сиздер көрүп турган полистирол, гипсоблок, пеноблок, газоблоктун бардык түрлөрүн чыгарат. Бул жердин дареги болсо Suzak айылы Кызыл Жар. Ориентир ушул жерде скважина бар. Бул жер болсо эски гараж. Ушундай десе баары түшүнөт. Бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эч ким айтпаган, эч ким көрсөтпөгөн сырларды биз буюрса көрсөтөбүз, айтабыз. Демесе ушул жердин ээси Аскар ака менен маек курабыз. Ал сиздерге толук маалымат берип өтөт. Assalomu alaykum. Hurmatli mekendeshler. Biz mana polistirolni 2 yildan beri chiqaramiz. Shunga baylanıştı Suzak elini ham ozgina eskertib qo'yaylik dedik. Mana polistirollarimiz hozirgi kunda kачествоsi yaxshilanib qolgan SDO degan qo'shimcha bo'lib, sementini ko'paytirib, kichkina o'zini qimmatlatib qo'ydik 10 so'm qo'shib. Burun 160 so'mdan chiqaradi. Hozir kunda sementi po'klarini ko'paytirib 170 so'mdan qilib qo'ydik. Erga yaxshi yoqyapti hozir. Yaxshida chiqyapti. Mana 20liklar bor hozir. Mana 30 ga 30, 60lar bor. Bunalar 20 ga 30, 60lar bo'lsa, bunalar 30 ga 30, 60lar. Kачествосini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. 30 ga 30lar 250 so'mdan bo'lib qoldi. Burun 240 so'mdan chiqartdi. Hozir 250 so'mdan hozirgi kunda sentyabrda shunday bo'lib qoldi. Ardından kim kelsa o'zi suylashib, tushadigan yerini tushib beramiz, ardondatib, olishiga qarab turib. Men aytib qo'yayin deganim, Manavu peska blok urganlar, yarım peska blok urganlar. İçiden manda kılıp 10 cm utüpleyene kılıp ursa bo'ladi. Kebirler manda kılıp peska blok urup koyganlar 20 cm. İçige 10 cm'liği de alıp durup tekis kılıp urup koysa bo'ladi. Mana şuvak kılıçtı gerek yok, özü tekis çıkat. Rotmundmanla tekizlep durup kraska aboy kılsa bo'laveradi. Haligalar sel kengroq qilib urib turib, mana uni ustiga qo'yib, sesma poyez quysa bo'ladi. Mana latoklarimiz bor, onduklar bor. Mana onduklar 90 so'mdan. Mana latoklar 240 so'mdan. Ko'p olganlarga 235 so'mdan qilsa ham bo'ladi. Mana 30 ga 30 urganlar iki tomoni tekis chiqadi. Shuvak qilmay qo'ysa bo'ladi. Tashqarisini, sirtini kley qilib, ustidan travertin qilsa bo'ladi. Mana bu sesma poyez deganlarimizni sesma poyezga ham ishlatsa bo'ladi. Kolonnaga munda qilib burchlarga urib turib, ichiga beton quysa bo'ladi. Armatura to'kib beton quysa bo'ladi burchlarga. O'rtanqi devorlarga ham xuddi shunday. Latokni mundachasiga tik qilib urib turib, ichiga armatura solib, kolonna qilib quysa bo'ladi. Qarmashi yaxshi qarmaydi. Bu jarilib ketmaydi. Kebillar jarilib ketadi deydi, jarilmaydi bu. Ko'p uylar o'zi qurilib, bitib qoldi. Hech qanday latoklar jarilib ketgan yo'q. Bizda yangilik qilib hozirgi kunda mana bu gipsoblok, penoblok ham deb qo'yadi. Aslida o'zi gipsdan quyiladi. Gips bilan pena qo'shib, kichkina sement qo'shib quyiladi. Bular ham pishiq yaxshi chiqyapti. Hozirgi kunda talab ko'p bunga ham. Bizda mana shu gipsoblok ham boshtalib qoldi. Halochilarga kerak bo'lsa, zakaz qilsa, qancha kerak bo'lsa, yaxshilab tekis qilib chiqarib beramiz. Bu ham yaxshi chiqib qoldi. Bizda yangilik bu, gipsoblok deb. Razmerlari toza 20, 30, 60 bo'ladi bulardik. Bahası 120 so'mdan bo'ladi. Qolgani kelishim ba'da bo'ladi. Har biri men adden o'ziga suylashamiz. Xohlaganlarga sementini yana ham ko'paytirib qo'shib bersak bo'ladi. Yana ham pishiqroq qilib, og'irroq qilib bersak bo'ladi. Har bir klientni xohishiga qarab ish qilaveramiz biz. Qancha shtuk kerak bo'lsa, qanday kачество kerak bo'lsa, bahasi kerak bo'lsa suylasak bo'ladi bari. Biz bu yerda biznesmen emasmiz, o'zimiz usta bolalarimiz, o'zimiz bilamiz qanday qilib urishdi, qanday qilib shivashdi, bardigini o'yratib,
ustalarni ham topib berishga yordam beramiz, xudo xolasa. Mana bu yerda 30'lukda urganda ikki tomoni tekis chiqadi. Sirtini kleymin travertin qilsa bo'laveradi. Ichini rotbandman shu vaqt kerak yo'q. Rotbandman tekizlab turib 1-2 mm kirib chiqib turadi, tekis chiqadi. Kraska aboy qilsa bo'ladi. 30'luklarni tik qilib uradi. 20 santimetrlik bloklarni jatqirib uradi. Sirti tekis qilib uradi. Ichida mana qo'l bilan jasalgan taraf qoladi. Shuni rotbandman tekizlab turib, kraska aboy qilsa bo'laveradi. Sirtini o'shundayla qatimkiday kley bilan travertin qilib jasasa bo'laveradi. Latoklarni urganda kolonda 20 ga 25 bo'lib quyiladi. Seysmopoyezdan ham o'shundayla 20 ga 25, biyikligi 25 bo'lib qoladi. 4 armatura solib turib, ichini quyib soladi. Latokni 30 ga 30 qalbdan chiqadi. O'shuning uchun mana urganda devon bilan tekis turadi. Buni foydasi apalfi qo'yib o'tirmaydi. Quygandan keyin ichidan sirtidan 5 santimetrdan utupleniya bo'lib qoladi. Oson bitadi, tez bitadi, devorlar tekis chiqadi. Shu kunlarda zapaslar bor. Qalblarimizni ham ko'paytirib qo'ydik. Bemalol chalib, qo'shimcha ma'lumotlarni, informatsiyalarni olaverasizlar. Ustalar bo'yicha qanday urilishi, kачествоsi bo'yicha so'rab bilsanglar bo'ladi. İşxonamizni kengaytirib, gipsobloklarni, penabloklarni qo'shib qo'ydik. Kim nima so'rasa jasab beramiz. Bemalol so'rab bilib olsanglar bo'laveradi. Kim chalib kelishim ba'da bo'ladi, o'rtada kelishaveramiz.